Mamlakatimizda investorlar uchun yaratilgan sharoitlar ularni loyihalarini amalga oshirishga undayapti. Bu faqatgina investitsiya mablag'larini o'zlashtirish emas, balki undan yuqori natijalar qo'lga kiritilayotgani, xususan yangi ish o'rinlari yaratilib, eksport ko'rsatkichlari ortayotgani va byudjetga tushumlar miqdori oshayotgani bilan ham ahamiyatli. Mana misol uchun, joriy yil boshida Buxoroda neft-kimyo sanoatida yangi klaster faoliyat boshlagan edi. Qisqa vaqt oralig'ida sinov jarayonlari muvaffaqiyatli yakunlanib, xalqaro talablarga to'la mos keladigan mahsulotlar ishlab chiqarildi. 2023-yilda muhtaram prezidentimizni Buxoroga qilgan tashriflarida bizni chet el hamkorlarimiz neft-kimyo klasterini yaratish bo'yicha taklifni kiritgandi. Muhtaram prezidentimizga bu prezentatsiya juda ma'qul bo'ldi. O'sha yerning o'zida barcha vazirliklarga topshiriqlar berdilar. Juda qisqa muddat ichida ana shu hozir qurilgan joy erkin iqtisodiy zona hududiga kiritildi. Qaror qabul qilindi juda qisqa muddatda. Va pul ajratilib, bu yerga kerakli infrastrukturalar yetkazib kelindi. Elektr energiya yetkazib kelindi, gaz keltirildi, suv keltirildi, suvni tozalash inshootlari qurildi. Buni qisqa muddatda qilingani juda bizni investorlarni hayratda qoldirdi. Tadbirkorlarga bo'lgan e'tibor davlat tomonidan, mutasaddi organlar tomonidan bular hozir O'zbekistonga yana qo'shimcha investitsiya olib kelish uchun keyingi loyihalarning takliflarini kirityapti. Tadbirkorlar uchun yaratilgan muhitni ko'rib, bular bu yerdagi proyektlarni kengaytirish masalasini ko'rib chiqmoqdalar. Chindanda Buxoro tumanidagi cho'l massivida bundan 2 yil muqaddam neft va kimyo sanoati uchun muhim loyihani amalga oshirishga kirishilgan edi. Ko'plab xorijiy davlatlar mutaxassislarini jalb qilgan investorlar tomonidan zamonaviy tipdagi yirik zavod barpo etildi. Mazkur loyiha hududning sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, yangi turdagi import o'rnini bosuvchi tovarlar hajmini oshirish, o'z navbatida Buxoroning eksport ko'rsatkichlari yuqorilashiga ham zamin yaratdi. Muhimi, bu loyihalarning barchasi kerakli infratuzilma bilan ta'minlanishi uchun prezidentimiz qarori asosida barcha amaliy yordamlar ko'rsatildi. Proyektimiz umumiy ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Hozirgi holatdagi qiymati 340 million dollarni tashkil qiladi. Taqriban 6 yilda o'zini oqlash kerak. 600 dan ortiq ish o'rinlari yaratiladi. Hozir qaysi holatdamiz? Hozir nima qurildi desa, 3 ta ustanovkamiz qurildi. Ana bu yerda 100 ming tonna pirolizni qayta ishlaydigan qurilmamiz, vodorodni qayta ishlash qurilmamiz, kerakli rezervuar qurildi. Jami bu yerda loyihada 12 ta yirik qurilma qurilishi mo'ljallangan. Bu narsani tashkil qilish uchun bizda 4 ta korxona klasterning tarkibiga 4 ta korxona kiritilgan. Shuni bittasi ilgari ham faoliyat yuritib kelgan, aynan gaz kimyo majmualarini, chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha mo'ljallangan korxonamiz edi Qarol bozorida. Endi bu yana 3 ta yangi korxona tashkil qilinib, bu yerda erkin iqtisodiy zona qilib berildi muhtaram prezidentimiz. Imtiyozlar berildi va buni kengaytirish imkoniyati tug'ildi. Hozirda klasterimiz tarkibida 4 ta korxona mavjud. Bu Teknachem, buni balansida hozir piroliz ustanovkamiz ishga tushdi. Bizga shunga hozir xomashyo ustida ish olib boryapmiz. Keyinchalik risolni ustanovkalari ish olib borilyapti, qurilish ishi olib borilyapti. CPX ham shu yerda quriladi. Bu Petrochem Buxoro korxonamiz Qarol bozorida joylashgan. Quvonarlisi shundaki, piroliz gazolini va piroliz distillятini qayta ishlash orqali aromatik uglevodorodlar ishlab chiqarish loyihasi sinov muddatlarini muvaffaqiyatli yakunlab, joriy yil may oyi oxirida ko'zlangan natijani qo'lga kiritdi. 100 ming tonna piroliz distillatni qayta ishlaydigan qurilmamiz aprel oyida to'laqonli ishga tushdi. May oyidan beri ishlatyapmiz. Kuniga taqriban 2,5 milliard so'mlik mahsulot chiqarilyapti. Uglevodorod xomashyosi qayta ishlanadi. Bizda birlamchi xomashyomiz pirolizning distillat, ana aytganimizda 100 ming tonna bu qismi ishga tushirildi. Ikkinchisi gazovoy kondensat. Undan tashqari pramagon benzin va bu yerda nafta, GTL naftasini ham qayta ishlash texnologiyasi nazarda tutilgan. Respublikaning ichida ham bor bu, yetarli darajada nafta bor, xomashyo resurslari mavjud. Undan tashqari yana metanol ishlatiladi. Bu metanol o'zimizda Navoiy azotda ishlab chiqariladi. Taqriban birlamchi xomashyo bo'yicha qayta ishlash quvvatlarimiz 500 ming tonna yiliga ketma-ket zanjirli qayta ishlanadi. Uskunalarimizni jami agar quvvatini yig'sak 1 million 300 tonnaga to'g'ri keladi.
Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Buxoro sanoatida mahsulotlar hajmining o'sishida kimyo va neft kimyosi ulushi 42% ni tashkil qilyapti. Buxoro tumanida amalga oshirilgan mazkur loyiha sabab bu ko'rsatkichni 50% dan oshirish nazarda tutilgan. Jamiyat to'liq ishga tushganidan keyin esa mamlakatimiz neft kimyo sanoatida butunlay yangi bosqich boshlanadi. Sahro bag'ridagi ko'rinishdan mo'jaz, ammo gigant loyiha mamlakatimizda ushbu tarmoq rivojida muhim o'rinni band etadi. Chiqadigan mahsulotlarimiz bizda asosan yo'naltirilgan neft ximiya mahsulotlarini olishga yo'naltirilgan. Bu yerda bizda neft ximiya mahsulotlariga benzol kiradi, ana tozaligi 99%, toluol kiradi, ksilol kiradi, pentan, geksan. Undan keyin qoladigan narsasi, bironta davlatda uglevodorodda 100% neft ximiya mahsulotini oladigan zavod mavjud emas. O'rtacha 35-40% neft ximiya mahsuloti olinadi, qolgani yoqilg'i mahsuloti bo'lib qolaveradi. Bizda ham taqriban 40% neft ximiya mahsulotlari olinadi va 60% mahsulot ana jijinli gaz, benzin, distopliva sifatida qo'llanadi. Biz kelajakdagi istiqbolli rejalarimizda suyultirilgan gazni ham qayta ishlab, undan ham yuqori qiymatga ega, qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar olishni rejalashtiryapmiz. Va bularni ham qayta ishlab, bulardan ham qo'shimcha mahsulot olish rejalari ishlab chiqilyapti. Qorovulbozor tumanidagi Cho'lquvar mahalla fuqarolar yig'ini hududida barpo etilayotgan neft kimyo majmuasi. Loyiha qiymati 60 million AQSh dollari bo'lgan mazkur zavod innovatsion texnologiyalar asosida uglevodorod xomashyolari va neft kimyo chiqindilarini qayta ishlashga mo'ljallangan. Ushbu tarmoq majmua kengaytirilishi, mahalliylashtirish, yangi ish o'rinlari yaratish uchun yana bir muhim qadam bo'ladi deyish mumkin. Bu loyiha O'zbekistonda kichik tonnajli neft ximiyani rivojlantirishga qaratilgan. O'zimiz birlamchi xomashyoni birinchi ishlab chiqaramiz neft mahsulotlaridan, undan keyin bularni chuqur qayta ishlash keladi. Yuqori qo'shilgan qiymat ana bu yerlarda hosil bo'ladi. Bizning hozir hamkorlarimiz ana shu davlatimiz rahbari tomonidan yaratib bergan sharoitlarni ko'rib, ular taklif tayyorlashyapti. Lineyli alkil benzol ishlab chiqarish masalasi bor edi, propilen, propilen glikol, boshqa butun tarmoqni rivojlantiradigan bu kichik tonnajli neft ximiya. Biz propilen birinchi olsak, bir necha xil mahsulot chiqarishga harakat qilamiz. Ushbu klaster ishlab chiqarayotgan mahsulotlari nimasi bilan ahamiyatli? Gap shundaki, birinchidan bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga jahon bozorida talab juda yuqori. Ikkinchidan, ularning katta qismi import o'rnini bosishga imkon yaratadi. Eng asosiy jihat, tarmoq korxonalari faoliyati yo'lga qo'yilishi hisobidan yaqin kelajakda 1 milliard dollarga yaqin investitsiyalar kiritiladi. Qayta ishlaydigan xomashyamiz ana bu O'zbekistonda ishlab chiqaradigan, Qoraqalpog'istonda Uzkorgaz Chemical korxonasida ishlab chiqaradigan piroliz distillati, piroliz maslasi. Bu ikkalasida ham biz qayta ishlab bilamiz. O'rta Osiyoda ham buni qayta ishlaydigan bironta alohida korxona yo'q. Bu O'rta Osiyoda bizniki birinchi korxona, alohida maxsus shularni qayta ishlash uchun mo'ljallangan korxona. Bu xomashyolarimiz. Ana bularni ichida bular juda stabil bo'lmagan, nostabil mahsulotlar. Bizning texnologiyamiz vodorod bilan to'yintirib, tozalab, qatrollarni olgandan keyin bu deyarli suv holatiga keladi. Ana shuni tozalasak, buni ichida toluol, ksilol, benzol ana shularning ichida mavjud. Lekin ajratmasa, tozalamasa, stabillashmasa buni ishlab bo'lmaydi. Biz birinchi tozalaymiz, stabillashtiramiz. Hozir ana bu mahsulotni chiqaryapmiz. Stabillashgan aromatik uglevodorodlar. Ana shularning yig'indisi. Keyingi qurilmalarimizda buni ichidan ajratsak, ana benzol, toluol, ksilol ko'rinishidan bular farq qilmaydi, lekin buni og'irligi, buni tarkibi, buni qaysi yo'nalishda ishlashi, xususiyatlari butunlay boshqacha bo'ladi. Ajratmasak, yo'qligi bo'lib turadi. Umuman aralashma holatda. Alohida ajratib bo'lgandan keyin har bittasi qimmatbaho neft ximiya xomashyosiga aylanadi. Bitta qo'llab-quvvatlangan istiqbolli loyiha mana shunday yuksak samara bermoqda. Vaholanki viloyatda bunday tashabbuslar o'nlab, yuzlab topiladi. Bularning barchasi yaqin yillarda Buxoro sanoati rivojida muhim o'rinni band etishdan tashqari, hudud iqtisodiy salohiyati yanada yuqorilashiga asos bo'ladi.